Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz. Dünya Uyghur Qurultayı Tor Televizisining Uyghur Ovozi suhbat programmasiga hoş geldinglar. Ben program riyosetchisi Baxtiyor Ömer. Aziz görürmenlerimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz Dünya Uyghur Qurultayiningki İcraiya Komiteti muavin raisi Turg'unjon Alovuddin apandi va Qurultay diniy ishlar komitetining raisi Mutallib Qurbon apandilar. Suhbatimizga hoş geldinglar. Hoş bulduk, rahmet. Bugungi suhbatimiz Qurultay diniy ishlar komiteti va uningki Ramazonlik xizmatlari haqida bo'ldi. Bütün musulmonlar to'rt ko'z bilan kutayotgan 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon iyi kelish oldi turibdi. Shu munosabat bilan bu suhbatga aziz mehmonlarimizni chaqirdik. Hamda suhbatimizni rasmiy boshlab ketsak, har doim tilga ilinayotgan bo'lsa-mu, har qatimda bu savollarni so'rashimiz ham bu ulug' Ramazon oyining xosiyatlarini bilish hammamizga nihoyat zarur deb qaraymiz. Shu munosabat bilan hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandi, 11 oyning sultoni bo'lgan bir Ramazon oyi qanday bir oy, nima uchun ro'za tutamiz, ro'za tutishning qanday afzalliklari, fazilati bor, bu to'g'riliq qarindoshlarimizga bir keng doirada bir tushuncha bergan bo'lsangiz, suhbatimizni shuning bilan boshlaylik. Qani marhamat. Rahmet, Ramazan ayı bu mübarek ay, degininizdek 11 ayının sultanı dep atalgan bir ay. Türkiye halkı şunda ataydı. Bu ayda roza tutuş biz Müslümanlığa farz kılıngan. Yani bu ayda yani roza tutuş arkalık bizning bedenimizni ve ruhimizni tazalash yaparız. Yani yılda bir ay roza tutuş arkalık bedenini ve ruhni tazalash. Ramazan'ın asaslık maksat şu. Yani roza tutuş arkalık bedenimizdeki bütün artukça maddelarını çıkarıp etiş ve özümüzde tavlaş. Yani açlıkka berdaşlık beriş ne ögüniş. Yani açlığının kadir kıymetini biliş. Yani bunun manevi tarafları şu. Ondan keyin bu bizning Ramazan ayida roza tutuş dinimizde farz kılınan ibadet bulup dinimizin 5 asaslık farzının biri. Yani Peygamberimizin hadiste İslam dini 5 asas üstüge kurulgan deydi. Onun birincisi kelime-i şehadet eytiş. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah ber ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Yani bu birinci asası. İkincisi namaz okuş. Yani Allah'a boğan kullukimizni ifadeleş. Ondan keyin zakat beriş. Ondan keyin roza tutuş. Ondan keyin hac qilish. Mana şu 5 asas üstüge kurulgan. Bu 5 farz. Yani bu 5 asasının birisi kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Çünkü Müslüman buluşunun 5 asaslık şartları muşular. Şunun için Ramazan ayı bek muhim ay Müslümanlığa nispeten. Hem Peygamberimizden hadis-i şerifinde deydi, bu Ramazan ayında bütün yıl boyu kılınan günahlar Ramazan ayında roza tutup ibadet kılış arkalık juyulup o insan paklanırdı deydi. Hem bu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim Erş-i Ala'dan yeryüzüge düşürülgen ay. Şuna bu mübarek ayda bütün dünya Müslümanları roza tutudu ve şu ayda bütün yıllık mal mülkini hesaplap çıkıp onundan ki beriş tegişlik zakatlarını ayırıydı. Şunun için bu biz Dünya Qurultayı Dini İşler Komiteti şu Ramazan ayında Müslümanların fakat üzülü ibadet kılıp roza tutup namaz okuş bilen emas yüzünün zakatını ve sadık fitrlerini ayırış arkalık
boshqa faqir miskinlarga, asirlarga, qiyinchilik tortayotgan musofirlarga yordam qilish haqida Dunyo qurultiyi yillardan buyon shunday zakot sadaqa fitrini to'plab, buningga oldi bilan Ramazondan burun chaqiriq e'lon qilib, buni to'plab yillardan buyon bu faoliyatni olib turyotdi. Şuna bu yılma bizning Diniy ishlar komiteti bu haqda tushuncha berildi albatta. Bu yillik Ramazondami zakat sadaqa fitr to'plashni murojaat qildi. Demak bu Ramazon oyida birinchidan ibodat qilamiz, namozlarimizni to'liq o'qiymiz va taravih namozini qo'shib o'qiymiz va undan boshqa pul mallarimiz nisobiga yetganlar, ya'ni zakat berishga majburiyati bo'lganlar zakatlarimizni araymiz va sadaqa fitrlarimizni araymiz. Shu orqali boshqa muhtoj qarindoshlarimizga yordam qilamiz. Tafsiliy tushuntirishingiz ko'pdan ko'p rahmat. Hamda hurmatli Mutallib Qurba apandi kelsak, Mutallib Qurba apandi sizniki suhbatimizga tunji qatim kelishingiz, shuning uchun oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz, andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi Diniy ishlar komitetining qurultaydagi xizmat funksiyasi va xizmat doirasi to'g'riliq so'zlab bersangiz. Ya'ni bu komitetning xizmati, mas'uliyati nima? Qanchalik odam bu komitetda xizmat qilyotdi? Siz o'zingiz bu komitetga rais bo'lgandan keyin qanday xizmatlarni qildinglar? Siz boshlamchilik qilib, qanday rahmat. Assalomu alaykum, rahmat. Mening ismim Mutallib. Men Amerikaningki Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida yashayman. Men 2021 aydan beri shu Diniy ishlar komitetining mudirlik vazifasini o'tayapman. Bütün Dunyo qurultiyining boshqa komitetlariga o'xshash, bizning Diniy ishlar komitetining vazifasi, asosiy vazifasi hozir endi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va vatanimizni va xalqimizni qutqizishga to'yib qo'shash. Buning uchun biz Diniy ishlar komiteti dunyoning har yerida boshqa bo'lib Amerika va Yevropada boshqa diniy tashkilotlar, diniy jamiyatlar bilan munosabat qurib, ular bilan bu irqiy qirg'inchilik haqidagi materiallarni, uchurlarni ular bilan paylaşib, ular bilan birlashib, ularning yordamini qo'lga keltirib, xalqimizni, ya'ni qutqizish va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yo'llarni arab shunga terishyapmiz. Buni qilgan vaqtida biz dunyo har yerda diniy tashkilotlar, yana bu tashkilotlar musulmon tashkilotlar, Hristiyan tashkilotlar va jamiyatlar, andan keyin Yahudi tashkilotlarni o'z ichiga oldi. Biz bu tashkilotlar bilan munosabat qurib, buning diniy odamlar bilan ko'rishib va ularga bu munosabat irqiy qirg'inchilik haqida bilgilarni berib, ular bilan birga ishlashga tirishyapmiz. Bular suhbatlarga qatnashib, ularningki yig'inlariga qatnashib, ular bilan birga yig'in faoliyat o'rlashtirishga tirishyapmiz. Buni 2023da qilish davom qilish tirishimiz. Yana bo'lib 2023da bir cho'ng bir projektimiz, biz diniy ishlarning projekti. Bir 2-3 kunlik dunyodagi diniy liderlarni yig'ib bir yerga, ular bilan suhbat o'tkazib, ular bilan birga hozirgi ahvolni mulohaza qilib, yangi qanday qilib xalqimizga yordam qila olamiz, qanday qilib Xitoyga qarshi besimni kuchaytiramiz deb shu yo'ldan arashga tirishmoqchi. Shu asos funksiyonimiz bu shaklda davom qilishtirishimiz 2023da. Ko'pdan ko'p rahmat. Ham diniy xizmat Sharq Turkiston bütün musulmon jamoat uchun muhim bir xizmat. Uning ustiga hozirgi irqiy qirg'inchilikni to'ntatayotgan bir mezgilda musulmon jamoatiningki buningga bo'lgan o'z mas'uliyatini tunishga chaqirish ham ular uchun xizmat qilish muhim bir xizmat bo'lib kelyotdi. Undaqda hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandi kelsak, hamda har yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'shir zakat va boshqa yordamlarni yig'ib, shahid bayramlarda tegishli o'rinlarga yordam qilib kelyotdi.
Hem de şu pulni ag'dirish bank orqali yoki munosabatli odamlar bilan aloqalash bir tez masala ekan. Ba'zida shu mas'ul odamlarni tep belgili bo'ldi. Hamda Uyg'urlar hozir butun dunyoga tarqalganlik uchun ularniki hammasiniki kimlik, pasport bir narsaları yo'q. Ba'zilari uralaydi, ba'zilari bank orqali til bilmaganlik sababidan uranmaydigan masalalar bor ekan. Shunga bu qatam hamda shu pul jiqqan chog'da qandoq bir usulda bu o'shir zakot yordamlarini yig'moqchi, qaysi davlatlarda qandoq bir odamlar bunga mas'ul bo'lib bularni yig'idi. Bu to'g'riliq o'ylaganlaringlar bo'lsa, tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Biz bu zakat, sadaka, fitr degandek yordamlarni yillardan buyon biz Diniy ishlar komitetining har qaysi davlatlardagi vakillari orqali to'plab keldik va shu har qaysi davlatlardagi tashkilot, yerlik tashkilotlarning rahbarlari orqali to'plab keldik. Buni endi shular har davlatdagi şu Diniy ishlar komitetining vakillari şu yerlik tashkilotning raisi bilan billa, rahbarlari bilan billa hamkorlashib, buni şu yerlik tashkilotning hisobotiga to'plab, keyin uni Dunyo qurultiyining markaziy hisobotiga yo'llash orqali bu shaklda to'planib keldi. Chunki endi buni biroqlam biz markazga to'playlik desak, ba'zi uzoq davlatlarni pul bankadan pul solsa, u pulning kelish, uni yotkash qimmati pulning nimasidan jiq bo'lib ketadi ekan emasmi? O tajriba bo'ldi. Bo'lgandan keyin pullar kemiyib ketmaslik uchun shunga har davlat o'zining nimasiga tashkiloti orqali to'plab, bu tashkilotlar andan keyin markazga yo'llab beradigan shu shaklda nima qildik. Endi bu yilmi inshaalloh shu shaklda murojaatnomani tunji qatim e'lon qildik. Endi buni xalqimizning qaysi kishi orqali, kim orqali topshirishi mumkinchiligini biz tafsiliy shaklda uni yana e'lon qilamiz. Endi falon davlatda falon kishi bu ishlarga mas'ul degan shaklda. Biz hozircha o kishilar bilan bir aloqalashib ko'rdik. Bizning Diniy ishlar komitetining mudiri Mutallib Qurbon efendim bu haqda bir nima uqtirishlarni chiqadi, ham murojaatdan keyin ayrim ko'rishib chiqdi. Shular ma'qul bo'ldi, endi bu ishlarga mas'ul bo'lishga. Yani bular toplangandan keyin degandek buni markaziy hisobotga, markaziy komitega yo'llanadi. Köpten köp rahmet hürmetli Turguncu Allah'ın efendi. Hem de yani bir sualımızı Mutallip efendiye de sorsak, hem anlaşılan qaraganda bugün neçə günün aldıda bir çağırıqni e'lon qilsizlar. Hem sizlarniki Dunyo Uyg'ur qurultiyining Diniy ishlar komiteti bo'lib sifatinglar bilan shu Ramazonda qanday planlarni nima xizmatlarni planlayapsizlar? Yani bu o'sha zakat yig'ish albatta buning ichidagi eng muhim xizmatlarning birisi. Bu to'g'riliqmi bir tushuncha bergan bo'lsangiz, Turg'unjon Allovuddin Apandi abay deganlarni to'liqlash asosida. Ma'qul, rahmat. Bo'ldi. Hamda Ramazonda bizning vazifamizning birisi har davlatlarda, har qaysi davlatlarda iftor faoliyatini o'rlashtirish. Bu maqsadimiz bütün milletimizni, xalqimizni bir araya keltirish mush fursatlar bilan. Ondan keyin bu faoliyatlarimizda yana boshqa diniy jamiyatlar bilan munosabatni kuchaytirib, ular bilan bir araya kelib, mush fursatlar yana shu da'voimizni ular bilan paylashish, ularga tushuntirishni maqsad qilamiz. Yana birisi biz doim degandek biz murojaatimizni e'lon qildik. Bütün dünyadaki her qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur xalqimizni safarbar qilib zakat, fitrini yig'ish. Tabii buning maqsadimiz hamda hammamiz bildigandek ba'zi davlatlarda yashayotgan qarindoshlarimiz var. Masalan, Marokashda, Misrda, Afg'onistonda, Taylandda ba'zi qarindoshlarimiz
biraz ig'ir ahvollashda yashayotidi, ularning yardım ihtiyacı var. Shu zakatlarni, fitrlarni yig'ib, ularga yordam qilib, ularningki yuklarini yengillatib, ularga bu şekilde ularga yordam qilishga tirishamiz. Bunun için hem de biz bütün devlet hozir 15 devletde bütün vakillerimiz bilan ko'rishib chiqdik va ular bilan maslahatlashib, ular shu davlatdagi Uyg'urlarni safarbar qilib, shulardan zakot va fitrlarni yig'ilganligiga o'rlashtirdik. Vaqt munosabati bilan hozir sizniki turayotgan yeringizni aytganki, uning ustiga xizmatga chiqadigan vaqt bo'lib qolibdi. Shuningga suhbatimizni sal qisqartaylik. Hamda oxirida hurmatli Turg'unjon Alauddin apandi, Mutallib apandi, jamoatga shu Ramazon oyi munosabati bilan ishqinglarniki qanday bir chaqiriqinglar, qanday bir ko'ngil so'zinglar bor, bu to'g'riliqmi? 2 minutdan to'xtalib o'tsanglar. Rahmat. Qani hurmatli Turg'unjon Alauddin apandi, sizdan boshlaylik. Rahmat. Mening endi chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarimizga bo'lgan chaqiriqim, albatta biz Xitoyning zulmidan qochib, shu Xitoyning zulmiga qarshi chet elda erkin faoliyat olib berish va vatanimizning mustaqillik va ozodlik harakati uchun tuhfa qo'shish, shu maqsadda chet elga chiqdik. Endi g'arb davlatlarida va Türkiye'de ve bazı devletlerde yaşayotgan Uygur qarindoshlarimiz xotirjam yaşayotgan bo'lsa-mu, ba'zi bir Xitoyga qo'shna va Xitoyga yaqin munosabati va ba'zi davlatlarda bizning qarindoshlarimiz nihoyatda qiyin, og'ir ahvolda qolib qoldi. Shuning uchun endi biz qisman rahat yaşayotgan davlatlardagi Uygurlar albatta bu qiyinchilik ostida yashayotgan bu qarindoshlarımızga yordam qilishimiz bizning diniy va milliy vijdoniy burchimiz, majburiyatimiz. Shuning uchun biz yillardan buyon zakatlarimizni, sadaqa fitrlarimizni va boshqa yordamlarimizni to'plab, biz shu qiyinchilik ostida yashayotgan qarindoshlarimizga yetkazib beryapmiz. Bu zakatni berishning endi biz aladigan yerlarni bir so'zlashdik. Qaysi shaklda to'playmiz, nega to'playmiz degan. Yani buni berdigan yerlar qanday yerlar desangiz, buni xalqimiz bilishi muhim, bilish haqqi va buni berdigan yerlar albatta bizning Qur'oni Karimda Cenab-ı Allah ko'rsatgan 8 turlik o'rin bor. Onun en muhimleri bu şu esir halet küçük kalgan. Yani bazı devletlerde bilimiz var. Onu uçuk demişsek mi? Qaysi devletlerde Uygurlarının türmelerde yaşayotgan, türmede bulması mı? Erkinliği boğulgan, uyak bu yakka menişişkandak şeraiti bulmagan. Hatta işlep yüzünün turmuşunu kamdıqdak şeraiti mi bulmagan. Yani bu qarindoshlarımızga yordam qilish, shu Alloh taolo ko'rsatgan 8 turlik zakat berishga tegishlik kishilarning birisi mana shular. Uningdan keyin Alloh yo'lida jangga otlangan bunda kishilarga berish. Uningdan keyin faqir miskinlar, ya'ni erkinligi bor ama o turmushni qamdig'idek bir iqtisodiy kuchi yo'q. İşsiz kalgan, işi yok, bir yerde işleydiyse kuch kuvveti bulmagan bunday kishilarga yordam qilish umuman albatta bizning Alloh taolo zakatni berishga tegishlik belgilab bergan kishilar. Shunga biz buni xalqimiz rahat bo'lsinki, biz o zakat, cho'g'langan zakat va sadaqa fitr bu yordamlarni hech qachon biz Dünya Qurultayının faaliyetleriga ishlatmadik.
hozirgacha bu pullarni shu Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan berishga tegishlik kishilar deb atagan shu kishilarga yetkazib berib keldik hozirgacha. Shuning uchun bizning xalqimizmi bu zakat sadaqa fitrlarini rahat şekilde Dünya Qurultayı'nın Dini İşler Komitesi'ne topshirsa bo'ladi ve biz onu degandek dal joyiga yetkazamiz inshaalloh. Mishada bir savolni so'rab olsam, abay deyilgandek shartni to'ssa dedingiz. Ya'ni buniki qandaq shart asosida bu o'shir zakat berildi? Andan keyin qachongacha berib bo'lish kerak bo'lsa, buni bir aniq qilsak, rahmat. Bu zakat berishga sharti to'shqanlar qanday kishilar desangiz, endi uni tafsili so'zlash uchun unga yana ayrim program qilish ketadi. Ama qisqacha deb aytsak, endi bir kishining ehtiyojidan sirt 80 gram oltin qimmatidagi mal mulki yoki puli bankada yoki ehtiyojidan sirt uyi o'zining o'zi ishlatmaydigan kiraga berilgan yoki kiraga bermasmi ortiqcha turadigan bundaq uyi var. Bundaq ehtiyojidan sirt mal mulki bo'lgan, ehtiyojidan sirt pul oltin kumush yoki naqd pul bo'lgan shunday kishilarga zakat berish farz qilingan. Shuning uchun bu zakatni endi yilda bir hisoblab chiqiladi zakat. Yilda bir hisoblab chiqilganligi uchun bu Ramazan oyiga musulmonlar asosan Ramazan oyiga to'g'rilab, shu Ramazan oyi orqali zakatlarimizni to'plab hisobini chiqarib, qanchalik zakat berish tegishlikan deb shuni hisoblab chiqqandan keyin bu Ramazan oyida uni chiqarib, hem Ramazan oyida qilgan ibodatlarning savobi ko'p bo'lganlikdan bu zakatni shu Ramazan oyiga to'g'rilab berdi ve başka ibadetlerini Ramazan'da jiqroq namozni, nafil namozlarni jiq o'qiydi. Undan boshqa yaxshilikni jiq qiladi musulmonlar. Shuning uchun bu zakatni berish tegishliklar albatta zakat shu Ramazonda berversa nayt yaxshi bo'ladi. Buning tafsili nimasini yani qanchalik zakat berish kerak, qancha pulga qanchalik berish kerak? %2,5%, 40'ta 1 deb belgilangan dinimizda. Shu degandek o'zining ehtiyojini oshgan puli yoki oltin kumushi bo'lsa, shuning 40'dan 1'ini zakat deb chiqarish, ya'ni %2,5% chiqarish bu har bir musulmonning ustiga farz qilingan. Yani her bir musulmon deganimiz shu zakat berishga tegishlik iqtisodi bo'lgan musulmonlar. Endi sadaqa fitri deb bu ro'za, hit namozni o'qishdan burun beradigan bir sadaqa fitri var. Uning miqdori her davlatning shart sharoitiga qarab belgilanadi. Biz hozirgishlik 10 euro atrofida belgilab kelgan. Endi bu yil balki narsalar qimmatlashdi desak 15 euroga hisoblab qilsak bo'ldi deb qarayman. Bu sadaqa fitrini şu heyit namazı gıçılık toplap bunu derhal şu günü heyit şu namazdan killa heyit tügüçilik şu ihtiyaçlı kişilerge yetkizip ötüş gerek. Çünkü bunun maksat sadaqa fitrdan maksat nima deganda şu ihtiyacı bo'lgan kishilar heyitni o'xshash heyitning xo'shalligidan bahramand bo'lsin degan maqsadda beriladigan sadaqa fitr bo'lg'achqa buni shu darhol bo'lsa shu darhol yig'iblar shu hamon ehtiyojli kishilarga berib o'tib heyitni shu hamma o'xshash kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin o'xshash heyitning xo'shalligidan bahramand bo'lish eng yaxshi. Şuna en yaxşısı bu sadaqa fitrini şu gününden bir vetiş gerek. Ama zakat ne? Bunu toplap koyup
yil bo'yi ehtiyojga qarab ehtiyojli organlarga, ehtiyojli kishilarga avatib bersa bo'ladi. Tafsili tushuntirishingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda Mutallib Qurba apandi kelayli. Rahmat. Degandek, bu mübarek Ramazan ayımızga işkepten azıraq vaqt qaldı. Hazırını başlap hammamizninki Ramazan ayımızını tebriklayman. Mübarek bolsun. Qarindoshlarımızning davomli qilayotgan o'xshash yordamlarini aymaydiganligiga ishonaman. Shunlashqa bu yilmi butun dunyodagi qarindoshlarimizningki sadaqa, fitr, har turli yordamlarni diniy ishlar komitetiga topshirishni yetkazishni umid qilamiz. Bizning qo'limizdan kelishicha bu yordamlarni ehtiyoji bor qarindoshlarimizga yetkazamiz. Rahmat. Köpten köp rahmet, hürmetlik mehmanlar. Anda olsa söhbetimiz vaqt münasebeti bilen bir şey geçip olsun. Keyinki söhbetimizde Ramazan jarayonida yana texmi tafsili bu vaqt to'xtalamiz. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Sayfimizni texmi yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizga qonunimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligimizni umid qilamiz. Xo'sh vaqt bo'linglar. Allohga omonat.